Dildor opa, bola tarbiyasida so'ramoqchiman. Bolalarim aytganimni qilmaydi. Qilma degan narsamni baribir qilishadi. Bunga nima maslahat berasiz? Xonimlar, biz mutaxassislar bu mavzuni batamom yopdik degan xayol,damiz. Bu mavzuni aytilmagan joyi qolmadi degan tushunchadamiz. Lekin auditoriyadan baribir bola tarbiyasi haqida savol kelaveradi va aynan mana shu ko'rinishda, ya'ni bolalarim aytganimni qilmaydi degan ko'rinishda. Demak, bu yerda baribir ko'rsatilishi kerak bo'lgan narsa bor, yana ochilmagan qirralari bor. Xo'p, men maslahat bermayman, chunki maslahat berishga onangizni loyiq deb bilaman, lekin mutaxassis o'laroq qaysi nuqtalarni ko'zdan qochiryapmiz, qayerga e'tibor berishimiz kerak, mana shuni ko'rib chiqishimiz mumkin. Bizda bolalar odam o'rniga o'tmaydi. Bizda o'zbek jamiyatida bolalar odam o'rniga o'tmaydi. Albatta, hamma oilalarda emas, bundan mustasno bo'lgan oilalar ham bor. Lekin bizda bolani fikri inobatga olinmaydi, bolani gapi, xohishlari, ehtiyojlari umuman inobatga olinmaydi. Bola uyda eng oxirgi zveno. Lekin bolaga ham kattalarday munosabat qiladigan millatlar bor va mana shu millatlar bugungi kunda dunyoning eng olg'ir davlatlari va millatlari hisoblanadi. Bu millat vakillari farzandlari bilan xuddi bir katta odamga gaplashayotgandek, katta odam bilan muomalada bo'layotgan muomalani qilishadi. Keling, hozir o'zbek oilasini bir ssenariysini ko'ramizda va agar bu ssenariyni biz boshqachasiga yuritganimizda qanday bo'lardi? Mana shuni ko'rib chiqamiz. Ko'pincha onalar bolalariga aytishadi-da, "Men bu masalan gazda suv turibdi, qaynayapti suv. Tegma bunga" deyshadi. Bola tegadi, qo'li kuyadi va tushunarli narsa bo'ladi-da hammamizga. Agar ona bolaga yotig'i bilan tushuntirsa edi, "Bolam, agar borib mana shunga tegsangiz, qaynoq suv qo'lingizga tushib, qo'lingiz kuyadi, wow bo'ladi yoki uf bo'ladi. Keyin men sizni doktorga olib boraman, doktor ukol qo'yadi, bu sizga og'riq beradi va bu bilan siz bir necha kun to yaralaringiz tuzalib ketgancha ko'chaga chiqib o'ynay olmaysiz" deb tushuntirib bersa, bola nima uchun qaynab turgan choynakka tegmasligi kerakligini yaxshi tushunib yetadi va bola umuman bu narsani qilmaydi. Lekin bola qiziqqon-ku, u hamma narsani qilib ko'rmoqchi, bilib ko'rmoqchi, ayniqsa uning uchun hozir hamma tajriba yangi tajriba. Endi siz va biz keraksiz narsalarni qilib, qo'limiz kuygan joyi bor, tilimiz kuygan joyi bor, qayerda ehtiyot bo'lishni bilamiz. Bola bilmaydi-ku, bola uchun bu tamomila yangi tajriba-ku. Siz va biz kattalar bolaga mana shu tajribada to'g'ri qarorlar qabul qilishga, to'g'ri yondashishga yordam berishi o'rniga nima deymiz? Tegma, qilma. Ya'ni biz bolaga tushuntirib bermaymiz. Tegsa nima bo'ladi, qilsa nima bo'ladi. Ya'ni bola nima uchun nimagadir tegmasligi kerak yoki nima uchun nimanidir qilmasligi kerak yoki nima uchun nimanidir qilish kerak, mana shu narsani bilmaydi. U shunchaki nimanidir qilish kerakligi buyrug'iga ega yoki qilmasligi kerak buyrug'iga ega. Ko'pchilik onalar aytadi, bolalarim dars qilmaydi. Bolaga dars qil deb qildira olmayman. Agar bolaga tushuntirib berilsa edi, dars qilsangiz, a'lo baholiga maktabni bitirsangiz, ertaga katta joylarda ishlaysiz, ko'p odamlar va bugun balki maktabda sinfdoshlaringiz yoki siz bilan o'qiyotgan o'rtoqlaringiz erta bir kun sizga kelib ishlaydi, siz ularga boshliq bo'lasiz deganingiz bitta narsa. Lekin siz o'qi deyaverasiz, u o'qimaydi. Keyin siz uni urishga tushasiz. Sen ham o'qimasang, ko'chadagi shofyorlarga o'xshab mashina haydab yurasan, mashinangni tuzatishdan chiqmaysan, traktor haydashdan chiqmaysan, traktoringni moyini alishtirishdan chiqmaysan degan gaplarni qilasiz. Ya'ni siz bolaga u nima uchun o'qishi kerakligini tasavvurini chizib bermaysiz. Bolada bu tasavvur yo'q. Chunki hali bola katta bo'lib, pul topib, non topib, oila qilib ko'rgani yo'q. Unda bu tajriba yo'q. Shuning uchun siz va bizning vazifamiz kattalar bolaga mana shu tajribani ko'rsatib berish. O'zimizda borini yoki ko'rganlarimizni bola bilan bo'lishimiz. Savol paydo bo'ladi-da, nima uchun aytaylik ota-ona o'zini mana shunday tutadi? Nima uchun ota-ona bola bilan kattaday gaplasha olmaydi? Ingliz tilida little power games degan tushuncha bor. Ya'ni kichkinagina bo'lsa-da xo'jayinlik qila olish imkoniyati. Ko'pincha ayollarga hech qanday narsaga xo'jayin bo'lish berilmagan va mana shu xo'jayinchilik qilish hissi
hech bo'lmasa bolaga xo'jayinlik qilib olib, baribir xo'jayinlik hissiga ega bo'lish onalarda mana shu narsaga sabab bo'ladi. Ya'ni bolaga aytilmaydi, nima uchun nimadir qilish kerak. Qilma deyiladi. Ya'ni hech bo'lmasa shu yerda xo'jayinchiligini his qilib qolsin ona. Demak, onaning ayol sifatidami, ona sifatidami, turmush o'rtog'i sifatidami, kelin sifatidami, umuman xo'jayinchilik qiladigan zonasi yo'q. Biz nimagadir javob berishni xohlaymiz, nimagadir mas'ul bo'lishni xohlaymiz. Shuning uchun qadrli ayollar, qadrli onalar, agar o'zingizni hayotingizga xo'jayinlikni olsangiz, bolalaringiz ustida kichkinagina xo'jayinchilik o'yinlarini o'ynashga, turmush o'rtog'ingizni telefonini tekshirib, kostyumlarini tekshirib, ko'ylaklarini tekshirib, kichkinagina xo'jayinchilik o'yinlarini o'ynashingizga to'g'ri kelmaydi. Xonimlar, shu xolos. Agar ushbu video orqali sizga bola tarbiyasi haqida shu paytgacha olgan, shuncha o'qigan, bilgan bilimlaringizdan tashqari yana nimalardir borligini ko'rsatib bera olgan bo'lsam, bundan bag'oyat mamnunman. Va agar siz ushbu mavzuni ko'proq, batafsilroq bilishni xohlasangiz, shu paytgacha olganlaringizni taxmo-taxmolaga qo'yib, taxlab bir sistemaga, tizimga kelishni xohlasangiz, barchangizni bizni yopiq ayollar hamjamiyatida kutib qolaman. Ayollar klubi haqida batafsil ma'lumotni ushbu video ostida qoldiraman. Barchangizga e'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan men Dildorim Jumanova, xalqaro toifali coach terapevt bo'ldim. Keyingi efirlarda uchrashguncha sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.